pam 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 pam. Barchaga salom bo'ladi. Meni ismim Hoshim va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar bo'ldi obunachilar. Bo'ldi, meni anchadan beri ko'rmadinglar bo'ldi. Sababi bo'ldi. Sababi deb bo'laman anchadan beri juda ham ko'p ishlar qilib, to'lka animatsiya qilib o'tibman bo'ldi. Ya'ni bo'ldi nimaga bo'ldi bir haftadan beri video chiqarmayapman bo'ldi. Mana o'zim hisoblab keldim. O'zim hisoblaganim mana o'zim hozir kompyuterdan ko'rsatishim mumkin bo'ldi. Hop mana shunday o'tiramiz deb mana kompyuterimdan ko'rishinglar mumkin. Mana bir hafta video qilmaganman. Bu juda ham yomon degani bo'ldi. Bu yaxshi emas degani bo'ldi. Nimaga video qilmagansan deydiganlar bo'lsa bo'ladi. Buni oxirgacha video rolikni ko'rib o'tsanglar bilib olasizlar bo'ladi. Nima uchun mayli aytaveray bo'ladi. Cho'zib nima qilaman? Astroq gapir Hoshim. Nima? Nima deysan? Nima? Men astroq gapiray. Albatta astroq gapir. Biza ham qo'rqityapsan odamni, boru. Nima? Qanday qo'rqitishim mumkin? Undan ko'ra borsan. Mana bu yerga bor, to'lka animatsiya qilyapti. Yur ana u bomshchalar bilan. Nima bomshlar bilan nima qilyapsan? Sen yur oldin, keyin gapir. Bola bilan ishlaydi e'tibor bermaysizlar bola. Men hozir jigarlarim bilan bir o'tirishcha bordi, shu uchun kelayotgandim bola o'zim narsalar bilan kelib. Ey jigarlar, to'lka animatsiya qilamiz. Oho, ey sastavchi boru, ey. Nima gap? Qishloqi? Qishloqi, nima gap? Yaxshimisan? Yaxshi. Nima isming kim edi sani? Hoshimmi? Kim? Shahodatmi? Shahesmi? Voy, adashibsan. Ismim Shahista emas, meni ismim Hoshim bo'ladi. Bitta youtuber bo'ldi, ovozlari juda ham o'xshaydi. To'g'ri, obunachilarim ham aytadi. Uni buni qo'yinglar, bola, men sizlarga to'lka animatsiya men olib kelganman, bola, olishinglar mumkin. Olaymi uka? Ol, ichman, maza qilib ichinglar bola, mana o'zinglar aytganingizdek, mana shu narsalarni olib kelganman bola va mana yana bir ikkita to'lka animatsiya qilishimiz uchun mana bunaqa narsalar olib kelganman bola, e'tibor bermaysizlar. Xo'p, yana mana bunaqa narsalar olib kelganman bola, mana bu piyoz kim yemoqchi bo'lsa, mana bu bilan ichib piyoz ketadi-yu. Xo'p, mana bu yerda chipslar bor bola. Xo'p, undan ko'ra bola to'xtanglar, mana bularni menga bersanglar, agar ichmasanglar mana bu to'lka animatsiyalaringizda o'zim mana bu yerga qo'yib qo'yaman, o'zinglar ichaverasizlar. Bola obunachilar, agar bu narsani lekin ichishinglarni umuman maslahat bermayman bola. Bu juda ham yomon va eng yomon narsa mana shu bo'ladi. Okey, mayli. Issiqqa nimaga gulxan yo'q qo'ygansanlar? Ey, kalalaringga bir ishlamaydi kalalaring, mayli, nima bo'lganda ham piyoz yeysalaring, piyoz. Xo'p, cupcake bu, sandwich bu, sandwich o'zim yeyman. Xo'p, mana bu piroglar bor. Okey. Sariyog' bor, pizza bilan sandvichni o'zim yeyman. Va mana bu donat bor, bola, donatni ham o'zim yeyman. Va bola, obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin, maza qilib dam olib o'tiribmiz. Nyom. Voy, maza. Yana bitta yevormasak bo'lmaydi. Nyom. Oppa, normalniy, oppa, oxirgi pizzani yevorsak chotki. Biz ham yeylik, sani o'zing yeyapsan Hoshim. Mana bu yerga qo'yib qo'yganman, ye. Menga pizzani ber, iltimos. Voy, yesang ye, jon, uchirib o'rpman, ma yesang ye, yevording boru. O'zinglardan so'rasa, yaxshimisizlar bolalar? Nimaga pastga o'tirib tushib nima desam bo'la, o'tirmayapsan? Pas sal bir harakat bo'layotibdi-da, bu tozalab turish kerak-da bolalar. Unaqa qilmada endi, birga tozalaymiz, bo'ladimi? Yo, birga. Nima bu? Bo'lmaga to'lk. Bag'da bo'lmagalar bo'layotibdi. Sizlar nimaga bunaqa qilib tashladinglar? Tozalab tashlanglar undan ko'ra. Qishloqqa. Aytgancha, senga bitta gapim bor-da. Короче, mer qayerga ketdi? Mer uyida-yu, to'ppoy. Bo'l, okey. Bola, qalampirdan ham yeyiladi, zo'r qalampir. Men hozir kelib sizlarga ko'rsataman qanday yeyishdi. Bola, obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Bola, e'tibor bermaysizlar bularning muomalasiga. Bola, salgina muomalasi yomonroq bularning sababi bola, bilasizlar, bular hech kimi yo'q. Короче, bomshlar, Mer assalomu alaykum. Assalom deganda ochiladi gul. Mer, qayerdasiz? Tushunmadim, Mer qayerga ketdi? Hoshim, shu desa, Mer ketib qoldi. Qayerga ketishi mumkin? Bugun bilmaydingizmi? Bugun juda ham ko'p mashinalar kelmoqda. Nima mashinalar? Qanaqa mashinalar? Nimalar haqida gapiryapsan? Sen 2 soatdan keyin shunday kelgan ko'rasan mashinalar qanday to'lib ketishini. Bugun Mer barcha mashinalarni nima desa bo'ladi, pullariga arzonroq mashinalar sotib oldi, tushunyapsanmi? Oppoq mashinalar keladi. Rangini ham aytib qo'yay. Voy, rostami? Bo'lmasa okey. Bo'l, oppa. Bo'l, ishlar buni qaranglar. Oppoq mashinalar kelar ekan. Agarda mana bu qishloqni to'ldirib yuborsa, ya vobshe men hayron qolardim, vobshe respekt devorardim boru. Mayli. Xo'p, bundan oldin qishloqlar, короче, mana ko'rishinglar mumkin. Men o'zim sizlarga ko'rsaman. Iminamasang ko'rsam, nima desam bo'ladi? Sani isming nima edi? Ishmatmidi? Meni ismim Ishmat emas, nima kimni aytyapsan, ha? Meni ismim Jomurat, tushunyapsanmi? Mayli, isming kim bo'lsa ham mayli mana. Men sizlarga hozir qalampir qani ish ko'rsaman mana.
Voy, oy, og'zim vashsha borib kuyapti. Bola, voy, men qalampirni yeb ko'rsatdim bunga judayam boru. Voy, men bu quyosh ham kuydirib yuboryapti. Bola. Tashib tashaylik bola, ichmaylar bunaqa suvda. Voy, mayli, nima bo'lganda ham bola, nima qildim derdim. O'tlar ham o'sib ketibdi. Mana bu o'tlarni olib tashlash kerak. O'tdiga undan ko'rasan, mana bu yerga bo'sh o'tirmasdan. Mayli, bo'lmasa mashinalar kelaversinchi, bir gap bo'lar, bo'lmasa men ungacha o'zimni ishlarimni qilib o'tiraman bola. Mayli. Xo'sh, bola. O'zimni ishlarimni qilib o'tiribman. Mer qachon kelar ekan, merni ham kutib o'tiribman. Lekin mashinalar keladi deganda hech kim kelgani yo'q. Juda ham g'alati. Mayli, mashinalar qachondir kelib qolar bola. O'zimni hozir pulimga bir muzqaymoq yeb, maza qilib dam olganim yaxshi bola. Ularga ham berib yubordim shirinliklarimni. Undan ko'ra shirinliklarim mana shu yerda o'zim yeganim yaxshi edimi bola. Ana endi mana shu kartoshka emas, olmalarim bor-ku, to'xtanglar. Olma yeganim yaxshi. Yaxshi bola. Mana olmaga kunnim qoldi, mayli. Xo'sham. Nima kim gapiryapti? Kim chaqiryapti? Tushunmadim. Ey, sen kimsan? Yo'qol. To'xta, Hoshim, mendan qo'rqma. Men seni mer chaqiryapti, mer keldi. Tushunmadim. Masha ayiq deb yozilgan kimsan o'zi? Sen bor. Tushunmadim men senga. Mer chaqiryapti deyapman. Yo'q. Men sendan qo'rqyapman. Qo'rqma, bor. Seni mer chaqiryapti, tezroq bormasang bo'lmaydi. Mendan qo'rqma. Xo'p, mayli. Qo'rqmayman, mana chiqdim. Mayli. Hozir yeb qo'yaman. Ket olimdan. Qo'rqoq. Sen qo'rqoq. Qo'rqmasdan bor, chop, mer chaqiryapti. Kallangni chiqar, yo'qol. Deb borsang bor, boshimni ortding. Mayli. Juda ham g'alati ekan bor bu. Ayiq bola, ayiq gapirishni bilar ekan bola, mer chaqiryapti deb ketdim. Mayli, mer doliga boraylikchi. Balki mer uyiga borgandir. Juda ham qo'rqib ketdim. Qishloqi, sen ayiqni ko'rdingmi? Nimalarni gapiryapsan, Hoshim? Yo'q, eshitdim bola. Unut. Mayli bola. Mer, assalomu alaykum. Mer kelibsiz-ku. Kel. Tushunmadim, mer ovozingiz nimaga bunaqa? Alovi ayiqqa ovoz beryaptim. Ayiqdan qo'rqib ketdingmi? Nima, siz ayiqni boy boshqaryapsizmi? Albatta, shahardan robot olib keldim, qo'rqma. Oddiy haqiqiy ayiq emas, haqiqiy ayiq bo'lganda davron yuborardi seni. Mayli, mer, hozir men nima qilishim kerak? Nima uchun meni chaqirdingiz? Bilasiz, ishim bor. Ana endi ishing ana endi bor, tushundingmi? Mana bu yerdagi hozir mana meni seyfimdagi va mana bu birinchi polkadagi mana bu belgilarni olasada qo'yib chiqasan, tushundingmi? Mashinalar juda ham ko'p mashinalar kelmoqda. Xo'p, mayli, mer, bo'ldimi shugunami? Bo'ldi. Mana bola, mana bu yerda menimcha mana bunaqa anolar bor ekan. Okey. Qayerga qo'yishni va qayerga qo'ymaslikni bilasan-a? Mayli, o'zimga qo'yib bering, o'zim bilaman. Mana bu yerda bor ekan bola. Okey. Voy, men pul oldim, sorry. Mana bu kim pul bo'lsa ham olamsa, hop, bu yerda yo'q ekan. Mayli, bo'lmasa mer, ketdim men. Hoppa, mayli bolani endi ishlashni boshlaymiz bola. Xo'p, mana bu yerda qayerga qo'ymaslikni aytamiz bola. Va birinchi o'rinda bola mana bu yerda katta qilib stopni belgisini qo'yib qo'yamiz bola. Mashinalar bu yerga o'tib ketmasligi kerak. Okey. Xo'p, qayerga qo'ymaslik mumkin? Bu yerga qo'ymaslik kerak, sababi merda uyini oldi. Okey. Xo'p. Ana endi to'xtanglar, qo'ymas. Vapshetdan taqiqlangan yerda qo'yib ko'rib chiqamiz bola. Xo'p. Bu yer stop. Okey. Juda ham g'alati stop ekan. Mayli. Bu yer ham stop. Okey. Yaxshi bola. Xo'p. Meni uyimni oldiga ham qo'yishim mumkin emas bola, sababida bola. Hop, bu yerga qo'yishim mumkin, lekin mana bu yerga umuman qo'yishim mumkin emas bola. Okey, stop. Bu yerda stop deb qo'yilgan. To'xtanglar, o'zi qo'yib bo'lmaslik menimcha mana bu edi choq bola. To'xtanglar, mana shuni ham olib, mana buni qo'yib qo'yay. Mana hoppa, mana ikkita uchta belgilar qilib tasham bola, любой machans. Men umuman farqi yo'q bola, bilasizlar. Lekin bola yo'l qoidasiga ham ozginagina sal bilmayman, yo'l qoidasini bola e'tibor bermaysizlar. Okey. Xo'p. Mana bu yo'l o'rtasiga qo'yish mumkin emas. Yo'l o'rtasiga stop va mana bu yerda ham stop. Bu yerga ham stop. Stoplar qilib tasham bola, e'tibor bermaysizlar bolalar. Men nima desam bo'ladi? Yo'l quruvchisiga o'xshayapmanmi bolalar? O'xshamayapsan Hoshim deydiganlar bo'lsa, albatta men o'xshamayman, chunki o'xshamasligim bilinib turibdi bolalar. Mana shunday va mana shunday. Kallasi bor odam bu yerga qo'ymasa kerak endi. Hoppa, ana endi qayerga qo'yishni ko'rsatamiz bola. Xo'p. Bu yerda juda ham ko'p belgilar bo'lib ketdi. Oh my god bola. Okey. Xo'p, qayerga qo'ysa bo'ladi? Mana bu yerga qo'ysa bo'ladi. Okey. Xo'p, mana bu yerga qo'ysa bo'ladi. Okey.
mana bu yerga qo'shnim uyini oldiga. Tem bola qo'shnim uyini oldiga qo'yishi mumkin. Qo'yish mana bu yerga ham qo'yish mumkin. Okey. Xo'p, yaxshi. Mana bu yerga ham qo'yish mumkin menimcha. Mana shuni qo'yadi. Mer bilan kimdir gaplashmoqchimiz. Mana bu yerda ham. Mana bu yerda musor bordi. Musor tozalashibdi. Bu juda ham zo'r degan. Mana shuni qilamiz-da. Hoppa, normalniy. Mana bu yerda ham hop deb qo'yamiz. Hoppa. Ana normalniy bo'lib barchasini qo'yib chiqdim. Ana endi bola mashinalarning kelishini kutamiz. Mer o'zi bilib bo'lgandir, ishimni qilib bo'lganimda mayli. Ish qilib yana ayiq kelmasa bo'ldi oldimga boru. Yo. Bolla obunachilar, buni qaranglar. Вообще ko'payib ketdi mashinalarning ko'pligini qaranglar, juda ham ko'p oppoq mashinalar keldi bolalar. Bizni uyimiz, bizni qishloq вообще to'lib ketdi mana bu mashinaga. Yaxshi, mana bu yerga qo'y degandim, hech qaysi qo'ymabdi boru. Lekin mana bu yerlarga qo'yib tashashibdi boru. Yo, mana bu yerga qo'yma degandim. Mana bu yerga qo'yma degandim, qo'yibdi. Qaysidir befarosat bo'lsa ham. Mayli bolalar, lekin bola mashinalar ko'pligini boru, men vashshi hayronman bunday mashina. Voy, mana bu urilibdi mana mashina. Tez olib qo'yinglar buni. Hoppa, normaldan. Hoppa, yopib qo'yamiz eshikni, hoppa. Okey, to'xtanglar. Zavoddan o'chirib qo'yamiz. Hoppa, chiq. Hoppa, chiq. Hoppa, bo'la o'chirdi yana. Normal. Mana bu eshiklar ochiq qolib ketibdi. Bularni yopib qo'yamiz. Mani polizimga tegmadimi? Normal. Bolamon qaranglar. Mana uyim ustiga qani chiqardi buni? Qanday? Tushunmadim bolalar. Bola bu odam ana kim? Ana. Ye, bolama vashshe tushunmam bor, vobshe g'alati bo'lib ketibdi. Bu. Tushunmadim, mana bu qishlog'im qaranglar bolalar. Bola mana bu qanday qilib chiqib qoldi bu? Bilmadim. Hop. Mana bu bola qanday qilib bilmam. Nima ham derdim, mayli bola bugun sizlar bilan yana qo'shim bo'ldim. Mana bola ko'rishinglar mumkin. Sizlarga yoqdimi videorolik, tez kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mayli, xayr.